Qish ham keldi, sovuq tushdi. Men nima uchun devorlarni izolyatsiya qilish kerak, utepleniya qilish kerak deb bekor gapirmaymiz. Mana hozir bu obyektimizda ko'rsanglar bo'ladi. Bizani chaqirtirishgan. Shunaqa holat bo'pti. Domni bu tarsavoy qismi. Tarsavoy qismlarida har doim mana shunaqa zaxlagan, mo'g'irlagan joylar bo'ladi. Chunki buni tashqi tarafdan izolyatsiya qilinmagan, yoki ichki tarafdan izolyatsiya qilinmagan. Ko'rasizlar, utepleniya qilinmagan to'g'rirog'i. Mana mo'g'orda hozir bu nam bo'lib turibdi devorlarni. Ko'rasizlar? Bu devorga qarasanglar, bu devor cho'tga turibdi. Sababi bu devor перегородка devor, tarsavoyga joylashmagan. Endi asosan bu narsalar tarsavoy taraflarida ko'proq bo'ladi. Shuning uchun devorlarni utepleniya, izolyatsiya qilish shart. Va xonalarni ham issiq saqlaydi qishda. Hozir bu yerda zax bor. Shunaqa holatlarga tushib qolmasligingiz uchun remont qilganingizdan keyin yana 1 yildan keyin mo'g'orlab ketgan, to'kilib ketgan, yana qaytadan remont qilish kerak degan ortiqcha rasxodlarga tushib qolmasligingiz uchun yaxshi komanda bilan, yaxshi ustalar bilan ishlashingiz kerak, yaxshi prorab bilan ishlashingiz kerak. Yaxshi ustalar bilan ishlasanglar, ular ish jarayonida qilib ketadi shu narsani. Aytishadi sizga, mana shu joyi utepleniya qilish kerak, ertaga shunaqa holatlarga duch kelib qolasiz, ortiqcha rasxodga tushib qolasiz aka deb. Shuning uchun yaxshi komanda bilan ishlanglar akalar. Bizda remont patkulch xizmatlari bor. Agar xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, chotki qilib bitkazib beramiz. Salomat bo'linglar.